Şu Nexia 1'imiz satıladi. Bu Nexia 1'imiz 2006-yıl Sony Scrambler motorlar. Motorda, korobkada, ходовойda polniy taxlangan, расходы yo'q mashinaning. 4 dana balon toza, noviy sostoянияda turibdi, balonlari toza 4-tovida. Yana xalatlari polik, chexol, lilalon bari to'shalgan ichlari, обшивка, torpeda bari yeri zo'r turibdi, toza holatda. Mashinaning sostoянiyalari, turulari mashinaning. Bunda lyuks podisa, aynalar knopkada, metan gazi, 100lik metan gazi turibdi. Metan balonlari 100lik. Yana ichki sostoянiyalari, xalatlari, ichining motorlar Sony Scrambler aytib o'tdik. Mashinada gram расход yo'q. Расходы yo'q mashinaning. Prямо ega kerak. Minib ayda bir o'ratan mashina. Nexia 1 qidirib yurgan do'stlaringizga tashab qo'yasizlar bu videoni. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar, bir like bosishni unutmanglar. Bu mashinaning bahasi 34 million so'm aytilib turibdi. 34 million degan bilan qaytib kelishib beriladi. 34 millionga 2006-yil Sony Scrambler Nexia 1. Solishtirib ko'rib kelaverasizlar. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar, bir like bosib qo'yinglar. Bundan ham arzon mashinalar qo'yishda davom etamiz.